Bu filmni Jungo Xalq Mol-mulk sug'urta shirkati Xinjiang sho'basi tijorat o'rni Boyan qo'llagan. Osiyodagi eng chong mol-mulk sug'urta shirkati, shundaqla dunyodagi 500 kuchli korxona bo'lgan Jungo Xalq Mol-mulk sug'urta shirkatining o'z media hamkorlashuvchisining TV rasti bo'lganligini qizg'in tabriklaymiz. Bu filmni yana Orgofe mahsulotlari vakolatchilari Yanchqin To'mpay deb qo'llagan. Bu yerda pul topa olasiz demoqchi-da. Orgofe mahsulotlari vakolatchi bo'lish uchun hech qanday haq elinmaydi. Faqat jur'atingiz bo'lsa kifoya. Çıkacağım botuma peyzimke maşina. Sizin maşinanız mı ya? Dadam öpedi. Hocam düşünmemezken hocam. Nimda çırayla kaymak çıkılıştırma. Kol çıkı akşamda. Kumudum. Hocam. Pek kıymet dedi eşkılam. Bek peyzgey. Sizge bekşi yarışıptı. Hocam var oldurmun peyzligini. Sözüm nasıl koyup vereyim ha? Bu çırak küyüp kaptı. Ya kıyımda canım bana sak karab. Buna yanında sak. Ondan sonra bunda suz yandı. Ha telefonları var. Lekin ben ya canım başka maşınla bir tanem çırık var şu tam çırık var mı? Lekin minanca de teklifim ama maşının nispeten sal. Maslaşmaya kaptı şu. Maşın sizin ammi. Var mı? Sal var. Canım oldu mu? Bekşi yarıştı. Maşını yuvarlığa maçlarını tepketkineyim. Karan canım ne çıkıyor bu çakın tekrar karan. Bak birinci kılma. Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Bekşi peyzgey. Anlat ki canım ma doğan bu çoğu sana küçük kaptı. Şu ben maçtayız kaldım. Ay 48 son kalgan maçta. 48 son anlaştırıp dediler bana. Şu. Başta kılıp dediler. Mangaylı mı? Mangaylı. Ma rol mu sana küçük mü? Para ne gizlam almıştırıp deyip canım maşını kovdan bunlaydınız. Başka nasıl böyle? Ya, özlüklerimiz. Koku marketin ödeni kötü mü? Ah! Öyle kokum. Ne buldun canım? Neymiş kıldım? Çıkamadım şu öbürüne geri çıktım. Birinciden sen obirneden çıkıştın burun obirneden suyunu düşemeden demeysen çontarat kımıdan. İkinciden sen obirnet baktığında ben işine kaşık verip kurudun demeysen obirnet durup tamakım çekmeden. Üçüncüden sen obirnet 43'tün burun telefonunun tıkı 53%'te. Sen obirneden çıkan deken 50% top kalayım demeysen obirneden durup birisine paranlaştın. Eğer oğul bal olgan olsa oğul balla buncalar uzun paranlaşmaydı. Şu an sen kızlarla
paranglashqachqa hozirgacha chiqib bo'lanmiding? Shunga kesib ayta olaymanki, sen o birida o'tirib qizlar bilan paranglashding. Demak, sen sirtdan ochdan tutding. Birinchi, meni qo'zg'imdan og'rig'ini ras. Suv tushirtmay chiqqanligimdan sabab bo'lsa, suv tushirg'aya buzilib qopti. Ikkinchidan, tamak chekmaganimni ras. Endi tamakini chekay deb tushirib o'tirishimga ishik chekildi. Kimligini bilish uchun men tamakini o'chirib turdim. Uchinchi, 53% to'qimniki 50% chiqilish sabab bo'lsa, men abayag'zi bo'lgan ahvollarning hammasini uniga oldim. Nimni uniga olding? Abayag'zi sen 3 minut atrofida paranglashding. Qizlar izlab kirgan bo'lsa, sen uncha az paranglashmayding. Abay kirgani bo'lsa bir o'g'il ola. O oğlanlar mening boyliqimni uyda boyliqim bilish uchun kirdi. Sen mening uyda boyliqimni deb uni yo'lga solib qo'yding. Demak, men emas, sen shu tutib olding sirtdan. Xapam acını. Chaqiraman ana. İşteme deyme. Yaman to'g'isa, bura bir vur baqaman. Qanday qilib o'tma bir vur baqaman. Va uni yursa u gap qilsa bilganda yo'qsa, saqchi keldimi deyman sana. Ha? Va qara Vuruş duysan bedi. Vurvatdim men meni. Vurdingmi? Vurdum. Naring vurdi? Yuzimga. Necha urvatdi, tasildida. Bitim o'xshadi. Vurgan bo'lsa bor. Ya bekla. Kimga chiqira, kimga ona? Voy, ishing kichik turib, yo'g'on nima ekansan va? Nimish qursavni bekadi? Bu avtobusni uxlab qoldi ekan. Uxlasimi vuramsa, avtobusga uxlaydi shu. Uxlab mangda avtobusda. Voy, shu opir tursa, avtobus haydab uxlayotdi. Shopa. Ey, nima qilasan? Sen ne sebepte oldun? Kesal so'rabdi. Sen ne sebepten oldun? Do'stim bilan bir choyxonaga tomoq yegil kirgandik. Do'stim bilib qormiz eyladish endi ama qilib bilib qormiz kep. Yeginimni bilmay ishlatganimda qiltirig'ini ko'may qapti. Men yesam yerimni munda o'tirib qoldi. Shundan nereden keldi bir tush ko'rib kelgan deb bir tush ko'rsam shunga. Hey, Ha, sen zaten ne bo'lgan? mashina so'qit. Qatnashasiz o'zi. Bu pek ig'irmi ya bu? Sen ne sebepten oldun? Doğum yılı biz. Ha? Doğum nasıl biz? Başına konuşma bu ama. Ha. Vay desem bak o'tgandiki yataverishda bir chiroyli ham jongshu qilib bo'lgan uyam kukum talqonlan bo'lib ketdi. Uningim chididim. Uning keyin yeni bir uyni elib endi jongshu qilib o'tirsam bir o'g'ri kelib mol mulkimni oltinlan pullarni hammani ichib ketdi. Qup-quruq qoldim. Uningim chididim. Uning keyin nima qil deb o'tirsam shu suv turbam yerilib ketib, uyni suv besib, qo'shnilarning uyini suv besib, voy qilmagan qilqanmini. Uning keyin jiq birden o'ttasam maddi olgan televizor yaxshi chiqmay o't ketadi birden. Birden chiqib gulga suv quyib olsam bu tashdak ikkitasidan tushib ketib haqni yordamlantirib qo'yayotgan voy. Domila shuning bilan o'dlar yashmabdim deb kelishim bor. Abi tanışlan belge bu Cumhur Xalq Sug'urtasina. Aha. Ha. Sen ma Cumhur Xalq Sug'urtasının uyumluk sug'urtasi degani anglamaganmi? Ya. Cumhur Xalq Sug'urtasının uyumluk sug'urtasi ma bu 100 ko'ylik, 200 ko'ylik, 300 ko'ylik, 400 ko'ylik. Ha. Mesela sen 400 ko'ylikni alıp gitsek mesela, sen 400 ko'ylik mesela tabiiy afatlar bo'lsa, yer tevrish bo'lsa, uying buzilib ketsa to'lab berdi. Ondan uying o'g'ri kirib, aslında pul narsalarni o'g'irlab ketsa, uni mu to'lab berdi. Abay deganda televizorun kuyib ketsa, uni mu to'lab berdi. Suv to'g'risi yerilib ketib, uy uskunalari buzilib ketsa, aslında hammasini to'lab berdi. Ucu. Başka 300 koy, 200 koy, 100 koyliqdan mı bağ oldu ki şu sonmu soqishmaydi aqcha. Soqishmaydi.
Yalnız töz koyluqning berdigan so'misi necha pullari bor? 12 ming. Milyon. Milyon? Milyon. Wo alay. Ağlamaydı. Üleş nimamni o'zgartirdilar. Sug'urtanmay pishamay qilib o'lib turdi. Faqat ağlamasman. Bu nim bu? Bu pişayman aksılı. Ha? Ben onu nereden aldım ben? TV restide. TV restide. Aşlanın veşinin nimsini mi ağlı dağçanın? Oy! Baklı! Bara. Adaş. Mana adaş hazır, mağma yer satma. 5 minut vaqt qoldi, 5 minut. Adaş xotin komandor bo'lib ketgan bilanlar, kun ishga vaqt telefon qilib yo'qlaydi meni. Qarama telefonni xotin kuchli ber. Jetni telefon qildi, azib kuchli bo'lay deb qoldi. 5 minut qoldi adaş. Maqol. Ne vaqtida urdi bu? Ben xotin. Neden? Öyden canım ben. Öyle otlardım. Ama öyden az. Unda biz av öydeki saatni indib turib, men undar qarashni tashlab beraman. Bak bunu hazırladım. Hazırlamayapsan, ha qo'y. Bak o kaç. Bugün bana ayaklatdım. Yo'q, sejini bakka bo'lmaysizmi? Uchtunga o'tdim hamda 7 telefon qilayardi, qanday o'taman? Men soat 7 to'g'rilab rasm chizsam, anandagi uydagi hamma yalan rasm tortilib, bu da 7 telefon qilib shuni avatpasan qutulmam deb. Hadi işlisi var bu. Yer qanday ish bir tarafga o'tkazildi. Ha, adashma, ma'nib jibaman. Ha, mana. Chastda hozir birdan berib qo'ymayman. Ha. Pek test geldin ya bak. O, qanday qilsa, dadam pek xotin bor edi, mana boshqa bor. Birat chiqib ketgan bilan ma'lumot telefon qildi. Birat tuzatsa bo'ldi. Ja, emas vaqtida bir keldi men telefon. Xotin virtu. Soat 7 olib ketibdi. O, parasimdan bir qalli ishlasam mujinlar shu. Ha xotin? Vay, Ben mishqotsiz. yatak qo'yib yatdim, jinim azar uxlaymikin deb. Rasmo ya. Ha, rasm taqvida. Rasmda avatamiya, abayqadek saatlar. Unda bo'zchi qarang, yatak qo'yning tatmis. Tashkimizning to'y qiladigan shuning qo'lingizni kenda shu qilib rasm tortib o'zlar mang'aratan hozirlar. Saqlayman ha. Ha, to'y xetining ustiga qo'yib bilan bunday chiqarib, ma'rasini avatlar yeshini deydi. Anmağanma? Sen aldingmi? Yok, nadan ya. Qarab, bütün narsani ilib kelsa. To'xtadi, mutluluklar. Sansanjang, biyajang ham. Qana qilsam da. To'y xetan beribdi.
ikkalardan so'rab baqsam qaranglar. Mening bir do'stim TV rastidan Orgofiyaga vakolatchi qabul qilindi degan gapni ko'rib ekan. Lekin shu qanday vakolatchi bo'lganligini bilmay qolib mendan so'radi denglar. Shu pul olamdi, olmamdi, vakolatchi bo'lish uchun qanday rasmiyatlar ketadi deb so'radi deb ta'kid beramsizlar. Rasmiyat ketmaydi, o hech qanday rasmiyat ketmaydi. Ham vakolatchi qabul, vakolat puli deydigan narsa yo'q. Butunlay haqsiz. Faqat e'lon tashviqot bizda. Biz chiqargan mahsulotlarni rasm shu poyinchalarga chiqarib o'ylab turib, pul topsam bo'ldi. Ha, pul olmaydi. Hech qanday tashviq ishlari qilmaydi. Faqat mahsulotni chiqib setpasi bo'lamdi. Uyda o'tirib setib qo'ydi ha. Ha, unda kim bilan aloqasida vakolatchini? TV rasmlar shu. TV rasmlar bevosita aloqalasam vakolatchi o'tganda. Mal setib olsam Orgofiy mahsulotlarni vakolatchi bo'ldi deydi. Boshqa vakolatchilik o'xshashlik oldin 60 ming, 80 ming to'lab vakolatchi bo'lsa dedi shu. Yo'q. Jambu, unda bo'lsa vakolatchi bo'lishga aldiran TV rasmlar aloqasi. Alayda qo'liga o'rla. Chipar qizlar saloni, TV rasti saloni, Ana Roy saloni, Shiliu Jingshin, Asil kiyimlari, Uy naqsh saloni, Chemi Shangcheng, Shunqar saloni, Badam biz saloni, Izdash saloni, Davrim saloni, Kiroram mashina klubi, Visal saloni, Torza saloni, Qashqar kino saloni, Itot saloni, Ulmishlar saloni, Baspas saloni, Assalomu alaykum saloni, Erambag saloni, Gangnam saloni, Mikro kino saloni, Sirdan saloni, Sadaqa saloni, Arambag saloni, Aynak ekrani, Hasaka Chauren, ABU 网络教育 Fabio Mantio kiyimlari, Istimal saloni, Ali Qurban saloni, Ablajon Altayib AG Fans saloni, Nijat Vali Yaqub Janaylik saloni, Aisha chiroqchiligi